Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz sizga sovg'a bor. Bu mahsulotni xarid qilgan klientlarimiz oynaga yana ham ko'proq qaraydi va yuzi yaltirab, ajinlarsiz go'zal bo'ladi. Bu mahsulotlar ichiga nimalar kiradi? Birinchisi molochko. Yuzimizni chuqur tozalaydi. Makiyaj, tana alkali, BB va CC kremlardan yaxshi tozalashga yordam beradi. Ikkinchisi esa PDRN sostavli, ajinlarga qarshi yuzni quritmaydigan, ajinlarni ham tortib beradigan umumvalkamiz. Keyingisi esa Dr. Lab brandidan Age Softener, ya'ni yoshingizni yoshartirib beradigan, teri elastikligini oshirib, kollagenlar bilan to'yintiradigan toner. Toner albatta bo'lishi kerak holdingizda. Keyingisi bu siviritka. Ikki xil turdagi siviritka tanladim, yog'li va quruq yuzlar uchun. Bularning tarkibida PDRN peptidlari bo'lib, bunisi quruqroq yuzlarga, bunisi yaxshiroq, bunisi esa yog'li yuzlarga yaxshi. Buni yuzga qarab tanlab beramiz. Siviritka albatta holdingizda bo'lishi kerak. Keyingisi krem. Krem bilan albatta siviritkalarni yopib bersangiz, mayda molekulalar teri ostiga kirib, teringizni chuqur namlantirishga, ajinlarni yoyishga yordam beradi. Effekti esa 2-3 oyda bilinadi. Ajiningiz juda ham kuchli bo'lsa, kollagenlar ham ichishni unutmang. Ertalabki uxlatga esa kollagenli siviritka, krem va SPF ni yaxshisidan tanladim. Bular quruq va ajinli yuzlar uchun naborida. Sizlarga savol, naborimizni ichida nima yo'q? Nima yo'qligini topib kommentariyada yozing. SMS emas, kommentariyada yozsangiz, random shaklda tanlayman va shu qizga o'sha mahsulotni sovg'a tariqasida topshiraman.